Assalomu alaykum hammaga. Gazablog ishqibozlari, mana bizning gazabloglarimiz Xudo xohlasa sifati o'ta a'lo darajada chiqdi. Xudo xohlasa 10 ta bu yoqda, 10 ta bu yoqda, 20 ta qolipimiz 100 ga 100 sifati. Bugun To'raqo'rg'ondan Namangan shahriga Tormoshni turistadan 1600 ta bo'ladimi o'shanda? 1600 ta g'ishga zakaz olganmiz. Zakasimiz Xudo xohlasa mana shu chiziq tushmagan o'ta sifatga birinchi o'rinda qaraladi. Turistadan sig'aygan birinchi rasmni chiqarib olamiz Xudo xohlasa bugun. Qiziqqanlar doimgidek telefon raqamimizni qoldiramiz. Bosib yuborasizlar.